Bu hayotda yashar ekanmiz, insonni boshiga har xil holatlar tushadi. Bir xursandchilik kelishi mumkin, bir g'am-u qayg'u, musibat, qiyinchilik, mashaqqatlar bo'lishi mumkin. Alloh taolo har bir insonga o'zini toqati ko'taradigan darajada qiyinchilik, mashaqqat beradi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qildiki, ya'ni insonlarni ba'zi bir qiyinchiliklar bilan, mashaqqatlar bilan, mevalarga talofat yetkazishlik bilan va jonlarga bir talofat yetkazishlik bilan Alloh taolo sanashligini Qur'oni Karimda aytadi. Va kimiki mana shu holatga sabr qiladigan bo'lsa, ularga bir Alloh o'zining ne'matlari haqida bashorat berishligini Rasululloh alayhisalomga aytadi. Ya'ni mana shu qiyinchiliklarimga, mashaqqatlarimga sabr etgan kishilarga xush xabar bering deydi. Hozirgi kunda ayni mana shunday qiyinchiliklarga, mashaqqatlarga sabr qila olmayotgan insonlarni ko'rib qolamiz. Ular hayoti dunyoda o'z jonlariga qasd qilayotganligini, Alloh bergan hayot degan ne'matni noshukrligini qilib, uni zoyil qilayotgan holatlarini ko'ramiz. Ayni mana shu qiyinchilik, mashaqqatlarga sabr etib, hayotini davom ettirib, uni o'nglashlikka, yaxshilashlikka harakat qilayotgan inson Alloh bergan buyuk ne'matga shukr qilayotgan inson bo'ladi. Shukronalik keltirayotgan inson bo'ladi. Uni zoyil qilayotgan, o'z joniga qasd qilayotgan insonlar esa bu ne'matga noshukrlik qilayotgan bo'ladi. Kalom sharifda Alloh taolo o'zlaringni halokatga tashlamanglar deb marhamat qildi. Ya'ni u insonni o'zi joniga qasd qilishligi joiz emas ekanligini bildiryapti, har qanaqa usulda, qanaqa holatda bo'lmasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda, kim o'zini tig' bilan o'ldirsa, do'zaxda ham ana o'sha azob bilan azoblanadi deganlar. Demak, o'z joniga qasd qilishlik nafaqat bu dunyoda zarar, balki oxirat uchun ham zarar. Nafaqat o'zi uchun zarar, balki uni oilasi uchun zarar. Oila esa bu jamiyatni asosiy bir bo'g'inlardan hisoblanadi. Demak, bir insonni o'z joniga qasd qilishligi butun bir jamiyatga zarar keltiradigan holat ekan dunyoda. Va shu bilan birgalikda oxiratda ham ayanchli holatlarga duch kelishligi mumkin ekan. Alloh taolo bergan hayot ne'matini qadriga yetishligimiz, doim Robbimizga shukrda bardavom etishligimiz kerak ekan. Demak, bu jonni shukri, bu hayotni shukri Allohni buyruqlarini, amri farmonlarini so'zsiz bajarish. Mana shunday holatda bo'lar ekan. Qur'oni Karimda Alloh taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid deb marhamat qildi. Ya'ni agar shukr qilsalaring ne'matlarimni ziyoda qilib beraman. Agarda noshukrlik qiladigan bo'lsalaring meni azobim qattiqdir dedi.